Assalomu alaykum. Sizlarni tikuvchi SMM darsining ikkinchi bosqichida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, mobilografiya darslarimizni boshlab olamiz. Telefonimizda markasini hozircha ahamiyati yo'q. iPhone bo'lsa yana ham yaxshi. iPhone bo'lmasa, qo'lingizdagi telefondan maksimal darajada foydalaning. Men o'zim ham oddiy Redmidan foydalanishdan boshlaganman. Mobilograf va videograflarning fundamental harakatlari bir xil, faqat qo'lidagi texnikasidan farqlanadi. Harakatlarimiz ikkiga bo'linadi. Qisqa va uzun harakatlarga eng avvalo biz qisqa harakatlardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib shuni ta'kidlab o'tishim kerak. Telefonimizni to'g'ri ushlashni bilishimiz kerak. Ko'pchilik qiladigan xatolardan biri telefonni to'g'ri ushlamaslik. U bu joyi ko'rganda qaranglar, mehmonga yoki bu sayohatga boradiku, bu jon ko'rinishidan olishdan voz kechamiz. Telefon naq qilib, mana bu yerga keldim. Qaranglar, voy, men bu zo'r ekan degan kadrlar mumkin emas, qizlar. Qaranglar, telefonimizni ushlashda mana naq qilib bir-biriga o'tkazishimiz shart. Men bitta ovozini balandlatib pasaytiradigan knopkamiz bor. O'sha knopkani bossak, zapis beradi. Va o'sha knopkani bossakkina o'chadi. Bu nimaga kerak? Biz qaranglar, rakursimizni to'g'ri olamizda, keyin men bu yerga urinib yotimiz. Bu yerda kadrda qaltirashlar yuzaga keladi. O'shaning uchun men bu yerdagi ovozni balandlatib pasaytiradigan knopkalarimizdan foydalanamiz. Men bu yerdagi zapisdan voz kechamiz. Tushunib oldik. Rasmga olishda ham xuddi shunaqa foto rejim yoki portret rejimiga o'tib, mana shu knopkani bossak, rasmga va videoga oladi. Modelimiz bilan eng birinchi harakatni boshlaymiz, ya'ni mobilograflarni 5 ta qisqa harakatlari bor. Eng birinchisi nayiz hisoblanadi. Nayiz obyektimizga yoki subyektimizga qarab yaqinlashuvchi kadr. Buning uchun ahamiyat qiladigan joyimiz shundaki, kameraga kirganimizdan keyin ko'rib turibsizlar, ishchi zonalari bor. Modelimizni o'rtaga joylashtirmoqchi bo'lsak, mana shu ishchi zonadan foydalanamiz. Bo'y bastlari bilan tushishi uchun. Agar biz modelimizni yaqindan, mana kostyum kiyib olganlar, lekin yaqindan mana gapirib o'tgan videolarni olmoqchi bo'lsak, mana shu tepadagi ishchi zonasi ko'zlarni va qoshlarni oralig'ida turadi. Biz rakurslarni to'g'ri olgandan keyin zapisga berishimiz ham mumkin. Insonni mana shu obyektlarda olsak, ya'ni rakurslarda chiroyli chiqadi. Demak, nayiz harakatini o'rganishni boshlaymiz. Go'da kengligimizda oldinga bitta oyog'imizni tashlaymiz. O'yinchab ahamiyati yo'q. Ya'ni nayiz harakati yaqinlashish deyiladi. Go'dani orqadan oldinga qarab yaqinlashtiramiz. Mana setkaga oldim, menga butun tanalari bilan tushishni xohlayapman. Mana ko'zlariga to'g'irlayapman va zapisni bosaman. Zapisni ahamiyat qilinglar. Mana bundoq qilib pastdan bosmayapman. Ayni ovozni ko'tarib tushiradigan knopkani bosgan holatda oldinga qarab yaqinlashamiz. Va zapisni o'chiramiz. Yana bir bor ko'rsataman. Oyoqlarimizni oldinga tashab olinadi. Go'da orqada turadi va markazga olgan holda zapisni bosamiz. Keyin oldinga qarab sekin harakatlanamiz. Go'da harakati to'xtagan joyda, ya'ni mana go'dam tik holatga keldi, men yana oldinga qarab qo'limni cho'zib olmayman. Bu xato. Mana yana bir bor ko'rsataman. Oldinda turibman, mana orqa oyog'imda og'irligimni tashab, oldingi oyog'imga sekin go'da og'irligini o'tkazaman. Shu holatda nayiz harakati olinadi. Birinchi harakatimizni ko'rdingiz, obyektga yaqinlashish bo'ldi. Ikkinchi harakatimiz obyektdan uzoqlashish bo'ladi va otez deb nomlanadi. Bu qanaqa olinadi? Qaranglar, mana obyektimizdan orqaga harakatlanishimiz kerak. Nayiz harakatida oyog'imizni go'da kengligida oldinga qarab ochib oldik, to'g'rimi? Endi go'dani oldindan orqaga qaratib beramiz. Mana ko'rsataman. Mana obyektimizni mana o'rtaga olgan holatda, mana liniyamizni setka markazimizning tepasi ko'zlarida turibdi. Ko'zlaridan sekin orqaga qarab uzoqlashaman.
va zapisni o'chiraman. Bu harakatimizda yana bir bor eslataman, отъезд deb nomlanadi. Ya'ni orqaga harakatlanish. Biz ruscha nomlarini aytganim bilan hali dars jarayonida so'rasam, yaqinlashish, orqaga uzoqlashish deb javob berishadi. Ko'pchilik o'shaning uchun darichasini ham aytib o'taman. Mana setka markazida ushlab olamiz va sekin orqaga qaytamiz. Bu harakatimiz отъезд deb nomlanadi. Uchinchi harakatimizda juda ham ko'p foydalanamiz. Men o'zim sevib videoga oladigan harakatim bu ablyot harakati. Ablyot harakati juda ham universal harakatlardan bittasi. Buning uchun oyog'imizni yelka kenglikda ochib olamiz. Mana yelka kenglikda ochib olgandan keyin modelimizni o'rtaga joylashtiramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? O'rtaga joylashtirib olamiz. Bu harakat nimasi bilan farq qiladi? Oldingi harakatlarda oldinga beroldik go'dan to'g'rimi? Endi yonga beramiz. Mana chap tomonga go'damni o'tkazib olaman. Go'da og'irligimni tizzamiz qisman qishaytirsak bo'ladi. Egib olamiz. Zapisni bosib, keyin sekin og'irligimizni o'ng oyog'imizga o'tkazamiz. Yana bir bor qaytarib ko'rsataman. Chap oyog'imga og'irligimni tashlab olganman va o'ng oyoqqa sekin o'tkazaman. Bu hozir obyektimiz, ya'ni Fatimani yuzlari bilan oldim. Buni kostyumda ko'rsatib beraman. Qaranglar, mana kostyuminglarni endi setkaga mo'ljal olamiz. Kostyumni ko'rishingiz mumkin. Mana mo'ljalni kostyumga olyapman. Mana joylashtirib oldim va sekin kostyumni o'zidan aylanib ablyot harakatini olamiz. Bu ham bizani obyektlarimizda chiroyli ko'rinish beradi. Ayniqsa mana yoqaladi, mana ko'rib turibsizlar. Yoqalari bor. Mana shu joylarida ham mana yonmacha turib olamanda, g'ovda kengligimni o'tkazib, sekin aylanib harakat olaman. Ya'ni ablyot harakatida. Ablyot harakatimizda har doim o'xshab kadrlarimiz plavniy bo'lishini xohlasak, mana shu ko'rsatayotgan harakatlarimiz hammasini uyda telefonsiz bo'lsa ham amaliyot qilishimiz kerak. Mana qaranglar, nayezga oldinga oyog'imni o'tkazamiz, sekin g'ovdamizni oldinga beramiz. Orqaga bo'lsa отъезд, sekin g'ovda orqaga ketadi. Ablyotni mana sabzi to'g'rashimiz mumkin, oshxonada posуда yuvayotgan bo'lishimiz mumkin, to'g'rimi? Ahamiyati yo'q. Qanaqa vaziyatda bo'lsangiz ham oyoqlarni yelka kenglikda ochib olib, o'ngdan sekin chapga borganingizdan keyin sekin o'ngga qilib, harakat qilib mashq qilsangiz, keyin qo'l harakati unga keyinchalik qo'shganingizda ham kadrlar, chunki kadrlarni g'ovda boshqaradi. Telefoningiz faqat va faqat to'g'ri ushlashga xizmat qiladi. Bu yog'ini g'ovda boshqarishni boshlaydi. Mana shuni ko'proq mashq qilinglar. Keyingi harakatimiz 3D deyiladi. Bu harakatni ko'proq to'y, tantana, bazmlarda eng birinchi, ya'ni ochilish marosimlari bo'ladimi, kadr mana shunaqa aylangan holatida bo'ladi. Hozir sizlarga buni amalda ko'rsatib beraman. Bunda nima qilamiz? Setka markazini mana bunaqa to'g'ri ushlayotdik, to'g'rimi? Endi 45 gradusga qishaytirib olamiz va bitta oyog'imizni oldinga 3D'da ikkita harakat bajariladi. Ham g'ovda, ham qo'l birdaniga harakatga kelishi kerak. Demak, mana obyekt telefonimni qishaytirib oldim, ko'ryapsizlar. Oldinga oyog'imni tashlab olganman. Nayez harakat qilamiz mana. Sekin boshlaymiz. Oyog'imizni sekin harakatga keltirib, qo'limiz ham shu orada harakatlanishi kerak. Kadrimiz qishayib harakatlanadi. Mana shu narsa 3D deyiladi. 3D'ni obyektga yaqinlashtirsak bo'ladi va obyektdan chiqarsak bo'ladi. Obyektdan chiqarish uchun masalan, mana karmandan chiqaramiz, setkaga olib olaman va oldi oyog'im oldinda, bitta oyog'imni orqada qoldiraman va sekin отъезд qilib olib chiqaman. Mana shu 3D harakati deyiladi. Proyezd harakati bu 5-harakatimiz hisoblanadi va kamdan kam holatlarda qo'llanadi. Men sizlarga ko'rsataman. Masalan, mana Fatima bu yoqqa qarab qishayib turing. Mana shu holatda olinadi ko'proq. Bu holatda olayotganimizda setkani ahamiyat qilinglar. O'rtaga olmayman.
burchagiga joylashtiraman va bu sekinroq harakat berishi mumkin. Proyez harakati ko'proq yurgan holatda bo'ladi. Mana setkaga olib olamiz. Fotima 2 qadam tashlang. Ya'ni bu obyektimizni yurayotgan holatlarda ko'proq ishlatamiz. Buni yana ham uzun kadrlarimizda tushuntirib beraman.